Xudo xolasa bugungi oxirgi ishlarimiz masofani 3 soat o'ynasin. Plyonkalar yechib tashlab, original plyonkalar tortib beramiz, arvalarni tortib beramiz. Bir tomonda 476 stol qo'yilgan, xaralarga ledlar o'rnatib, oynalarni karat tasargan shuni qilib beramiz hamda gazlarni yoqib beramiz. Tirs. Tashqi qismiga treklar qo'yilgan akamiz Qiziltepadan harbiyimiz mijozimiz, abrisovka, nochka и o'sha trenddagi vidresator yoqib beramiz hamda karpilyachalar. Hop, e'tiborni vidresatorni topolmaysiz mana. Akkuratli, chiroyligina, nizamiyatligina turibdi. Oldin orqa ko'rsatib beradi hamda sifatli zapsladi, salon ichini o'zlari zapsladi, telefon orqali ishlaydi, GPS-lar ham ko'rsatib beradi. Kachistasi ham juda aqlli, egalariga yoqdi. Narxi 550 ming so'm. Dinamika o'rnatarsa ham zo'r chiqadi. Prosta bunga o'yin orqasidan o'sha yomg'ir yog'sa, dojlik, anti-dojlik deydi. Buni nima krishkasi yo'q, dachiklari yo'q, shu sal kabellar ko'rinib turibdi. Tak nizamiyatni ichkari roqat qo'yaylik deganimiz mijoz kerak emas dedi. Kabel ko'rinsa, vidresator ko'rinmasin deganlar uchun aşağı qo'yib berdik. Bularni shtapurdan asosiysi qilib beramiz albatta. Trekerga mashina masla, hammaga shunaqasi nasib qilsin, bundan ortiq nasib qilsin xudo xolasa. Zo'r treker. Yomon, chotki chiroyli mashina, lekin jostida.